Yasonda mana shu dolzarb bir 60-70 kishilik mehmonlar o'tiribmiz. Suhbatga bering deyishdi. Bir yarim soat suhbat qildim. Suhbatdan keyin bir yoshi ulug' inson mana shu tomonda o'tiribdi. Sal suhbatdan et-beti tekkan shekil, nazarimda oynada asl basharani ko'rib qolgan shekil domla dedi. Tabbay dedim. Mani yoshim 72 da, siz menga aytingchi, men qaysi gunohim uchun namoz o'qishligim kerak dedi. Bu haqiqatda bu tavba deydigan gap, bu xudo asrasin 72 ga chiqqan odamning og'zidan chiqayotgan gap, bu tavba deyishga arzigulik gap, astag'firullohga arzigulik gap. Yana miyig'ida bundoq kulib qo'yyapti, domlani bopladimmi degandek kulib bundoq atrofdan qilib kibrlanib qarab qo'yyapti. Ben bildimki bu savol avvalam kimlargadir berilgan, qaysidir domlalarni mot qilgan. Men aytdim, menga savol berdingiz, shuncha odam endi domla nimadir ekanlar deb qarab turibdi. Savolingizga savol bilan javob beraman, maylimi dedim, mayli dedi. Mayli, asabiylashib ketyapti, mayli deyapti-da. Sizga savolim shuki, siz 72 yosh bo'lib osmondan tushdingizmi, sizni ham ona tuqqanmi? Ha, meni ham ona tuqqan, yashang. Onangizni 9 oy 9 kun ko'tarib, ikkita yo'lda o'rtasida, hayot bilan mamot o'rtasida turib sizni tug'ilgan kuningizdan boshlab onangiz uchun faqat dardisar bo'lgansiz. Na kecha, na kunduz tinchlik bermagansiz. Onangizni birinchi maqsadi sizni to'q qilish, sizni tagingizni tozalash, sizni uxlatishdan maqsad boshqa bo'lmagan shu. Shu bolam katta bo'lsa namoz o'qib, mani duo qiladi, orqamdan tilovat qiladi, xizmatimni qiladigan o'ylab o'sha xizmatga majbur qilgan. Siz kim bilan yotib, kim bilan turgansiz, nima yeb, nima ichgansiz menga qorong'i, lekin bitta gunohingizni bilaman. Aytaymi dedim, ayting dedi. Onangizdan dunyoga kelib, onangizlarning ko'ksilaridan oppoq chiqayotgan sutni emib, 2 soatdan keyin o'sha oppoqni orqangizdan axlat qilib, najosat qilib chiqargansiz. Gunohingizni yaxshilab qulog'ingizga istig'for qilib taqvoling. Onangizlarni non yeydigan tabarruk qo'llarini o'sha axlatingizga urishga majbur qilgansiz dedi. Bolam tagi bulg'anib qopti deb erganmasdan, hazar qilmasdan onangiz bechora sizni necha martalab shu xizmatni qilgan. 2 yil, 2,5 yil oshiq shu xizmatni qilgan. Yo o'zingiz to'xtang ona deganmisiz? To'xtang, men o'zim hojat qilaman, o'zim tozalaman deganmisiz? Pampers bormidi? Sizga yana qaysi gunohingizni aytib beray dedim, bechorani boshi xontaxtdan tagiga tushib ketdi. Karillayotgan odamning ahvoli shu ahvolga tushdi. Alloh taolo aytadiki, ey bandam, kimga kibr qilsang qilaver, illo menga emas deydi. Kim bilan hazillashsang hazillash, illo men bilan hazillashma deydi. 7 oylar o'tdi, masjidda Qur'on o'qib o'tirsam, bir yigit keldi, brasletda taqqan, trosa taqqan, mashinaqasidan, bu yerda domla kim dedilar. İmomni so'rayapsizmi? Ha, imom. Hozircha men dedim. Nima xizmat desam, dadamlarning ancha mazalari yo'q, bir dam solib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Men endi o'zimdan qochirish niyatida men dam solganlarimni hech tuzalganini eslolmayman. Birorta normalniy odamlarga dam soldira qoling deb o'zimdan endi qochirmoqchiman. Ahvol chatoq, ulgurmasligimiz mumkin dedi. Uy qayer desam, falon joyda. Qara 2 soatcha vaqt bor, peshinga mayli boraylik. Ki bordik 3 etaj uy, holga kirsang hojatxonani hidi anqib sasib turdi. Holda, uy ichida. Endi aytibki, bolalar najosat qilgan bo'lsa, beparvo qolganmi tozalamay. Koridordan kiryapmiz, hid 2 hissa ko'pay. Bir xonaga kirdik, hatto to'nimni shundoq dimog'imga bekitishga majbur qildim, chunki o'tdagi hidga chidab bo'lmaydi. Karavotda birov yotibdi, qaraganim yo'q, stol qo'yib qo'ydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin deb sura Fotihani boshlab, bu dam solayotgan kim ekan deb qarasam, 7 oy oldin qaysi gunohim uchun namoz o'qishligim kerak degan inson axlatiga qorishib. Butun hamma yog'iga axlatini chapalab tashlagan. Libosi bormi, boshqasi bormi? Alhamdulillah shu tiqildida mana shu yerda Ar-Rohmanir Rohim yo'q. Qidiryapman, yig'layapman. Parvardigor 72 yoshga yetib, 72 yilda qo'lga kiritgani shumi? Sani dargohingga shu ahvolda boradimi? Najosatga qorishib, bu aziz inson banda shu ahvolda sani dargohingga boradimi? Sen bu insonni sen o'zi jannatga qo'yasanmi shu ahvolda borsa deb shunaqa yig'layapman.
Hayolimda Ar-Rohmanir Rohimni qidiryapman. Va Xudoy taolo keltirib qo'ydi Ar-Rohmanir Rohim. Yosinni yarmi endi shunaqangi jala bo'ron qilib suv kelyapti. Ona ham qolmayapti, do'da ham qolmayapti, o'g'illari yo'q chiqib ketgan. Menga qarab shunaqangi suv kelyapti da, ko'zi kosasidan chiqib ketgan. Xudo o'zing rahim bergin, sabr bergin deb Yosinni o'qiyotibman. Onangni palon deb yarmiga yetdi, yarim ishida qoldi, yarmi chiqib ketdi, gup etib o'ldi. Janobi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kama ta'ishuna tamutuna kama tamutuna tuhsharuna deganlar. Dunyoda qandoq yashasang, xuddi shundoq o'lasan deganlar. Bilganlar shuni. Kimni avvali nurafshon bo'lsa, oxiri ham nurafshon bo'ladi deydilar. Buni va'dasi haq bunda. Qaysi joyda ko'rgansiz bir insonni yoshligidan ibodat qilib, taqvo bilan, ibodat bilan yurgan insonni axlatiga qorishib o'lganini kim ko'rgan? Qayerda ko'ramiz? Allohning bunaqa va'dasi yo'q. Chunki u insonning hayoti shu bo'lgan. Butun umrida topgan yetgani shu bo'lgan.